Navbatdagi reyslarimiz yana yo'lga chiqmoqda. Xudo xohlasa mana shu ikkita avtobusimiz bugun yo'lga chiqadi ular. Mana nomerimiz o'zbek nomerida. Inshaalloh Xudo xohlasa mana shu avtobus shunaqa avtobuslarga yetib olasiz. Mana odamlar kelishyapti asta-sekin. Mana klientlar asta-sekin kelib avtobusga minishyapti. Hurmatli o'rtoqlar, avtobus tanlashda adashmanglar. Inshaalloh sizlar ham mana shu avtobus shunaqa avtobuslarda Moskvagacha, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Kazan, Krasnodar shunday yaxshi katta shaharlarga yetib olasizlar. Mana bugungi reysimizda ikkita avtobus qo'yilgan, ko'rsataman. Inshaalloh mana shunaqa yaxshi avtobuslarga borish sizlarga ham nasib qilsin. Mana bagajlik joylari, odamlar kelib bagajlik. Avtobusning ichki holatlari yana mana bunday holatga yotadi yani. Bu yerdan eniga bo'lmasa orqa tomonga sidinalar bilan sidinalar yotadi. Bemalol telefon bo'lib, ekrandagi telefon raqamlarga telefon qilaverasizlar.